Alo. Alo, assalomu alaykum, Muyassarxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum salom. Men E'zoza Karimovaman, maktabgacha maktab ta'limi vaziri. Sizni ijtimoiy tarmoqlarda videongizni ko'rdim. Men o'zimga ham jo'natishdi, mana shunaqa fidoyi ustozlaringiz bor ekan deb. Rahmat sizga, Muyassarxon. Avvalambor mana shunaqa fidoyiligingiz uchun rahmat. Rahmat. E'tibor uchun. Muyassarxon, bu maktabga o'sha qorli yo'ldan keldingiz. Maktabga olib boradigan yagona yo'lmi yo yana boshqa yo'l ham bormi? Muyassarxon, bolalarimiz qanaqa ketadi deb o'yladim. Boshqa ustozlarimiz qanaqa qilib ketadi deb o'yladim-da. Bizlar qishlog'imizda 15 ta oila bor. Men shu yo'ldan har kuni ishga kelib ketaman. Asfalt yo'lim bor. Boshqa laynatdan keladigan joylarim bor. Hammadan keladi, yo'llar ko'p. Muyassarxon, maktabimizning sharoiti qanday? Bizdan nima yordam maktabga? Maktab sharoiti yaxshi, lekin bunday elektronniy darslar bo'lsa. Bo'ldi, sizga sovg'a tariqasida maktabingizga elektronniy doskalarni yetkazamiz, Muyassarxon. Xudo xolasa Navoiyga yo'lim tushsa, albatta maktabingizga boraman, siz bilan uchrashaman. Rahmat, e'tibor uchun xursand bo'ldim. Rahmat katta, sog' bo'ling Muyassarxon. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Jamoadoshlarga ham, maktabimiz o'quvchilariga ham alohida salomimizni yetkazasiz. Albatta, Sog' bo'ling, charchamanglar. rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.